Etrin duyulur havada, doya doya içime çekirem seni. Etrin duyulur havada, doya doya içime çekirem seni. Men Erin o'ynashiman. Nima? Biz Erin bilan 1 yildan beri uchrashib yuramiz. Shu paytgacha bilmaganingni qara. Bilgan bo'lsam-chi? O'ynab tashlab ketdimi? Uygacha kelibsan. Nima kutganding? Oilasidan ajrashib, sen bilan yashash kerakmidi? Erkaklar ham ahmoq emas. Senga o'xshaganlarni o'ynab, keyin baribir oilasiga qaytishadi. Erin meni sevadi. Begim, o'zingiz oqlashingiz shart emas. Uni sevasizmi? Onasi. Mana eshitdim. Uni sevasizmi? Yo'q. O'rtada farzandinglar bormi? Yo'q, albatta. Nima deganing bu? Eshitdingmi? U san o'ynab bo'lgan. Agar uyga borib, janjal qilib, o'zimga qaytarib olaman, oilasidan ajrashtiraman deb o'ylagan bo'lsang, chuchvarani xom sanabsan. Men qaraqadir suyoq oyoni deb oilam bilan ajrashmayman. Endi borginde boshqa o'ynash top. Bunaqalar qilib yotibdi-yu. Faqat ularni xotiniga achinaman. Endi ozodsan. Qushcha bora qol. Yo'qol! Dura, cho'knutaya. Biz ayollar oilani saqlab qolish uchun hatto mard erkaklardek bo'lishimizga to'g'ri keladi. Agar mard erkaklar qolgan bo'lsa,